Lokatsiyasi eng yaxshi joydan Bankskiy dom qarab yurgan tanishingizga mana shu videomizni yuborib qo'yasizlar. 182 kvadratli 4 xona Oybek metroda joylashgan xonadonimiz sizlarga bugun obzorini qilib ko'rsatamiz. Qavatimiz 7-qavatda joylashgan. Bu yoq bizning kirosh qismimiz, kiroshimizda mana stroyni shkaflarimiz bor va bizni yo'lagimizni ham bitta yana ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli yo'lagimiz bor bu xonadonimizda. Biz remonti yaxshi holatda turibdi. Mabodo sizlarga yoqmaydigan joy bo'lsa, bemalol o'zgartirib yuborsanglar bo'ladi. Bu yoq bizning zal qismimiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Yumshoq mebellarimiz bor. Bu uyimizda mana shu ko'rib turgan hamma narsalar qoladi do'stlar. Bu yoqda televizorimiz o'rnatilgan, LG televizorlari ko'rishinglar mumkin. Bu yoqdan ham unumli foydalanilgan katta balkonimizdan va bu yoqda 6 talik stol stulni qo'yishgan choy ichib o'tirishingiz uchun bu yoqda yumshoq mebellarimiz ham bor. Uyimizda hamma sharoiti, qulayliklarga ega do'stlar. Shohbet klinikasining to'g'risidagi xonadonimiz bo'ladi. Yuringlar, endi qolgan xonalarni ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Endi sizlar bilan oshxonaga kiramiz. Kelinglar. Oshxona qismimizda topli pollarimiz bor do'stlar va ko'rishinglar mumkin, barcha texnikalarimiz bor. Kuxinni mebellarimiz ham mana patologgacha qilingan, juda ham chiroyli qilib. Xo'p, bu yoqda esa o'zining balkon qismimiz ham bor. To'g'rimizda esa Energy Oybek ko'rinib turadi, ko'rishinglar mumkin. O'zining bitta parkovkamiz ham bor bu xonadonimizda va devorlari ham juda ham chiroyli devorlarimiz bor. Endi bitta yotoqxonamizga kelamiz. Kelinglar, bu yoqda kattalar spalnisi, yotoqxonasi ko'rishinglar mumkin. Mana shu aytdim-ku, barcha ko'rib turgan narsalar hammasi qoladi. Bu yoqda ayollarimiz uchun komodlari, bu yoqda mana kaminlarimiz ham nastoящий qilib qo'yilgan va bu yoqda esa kiyimlarimiz uchun garderobniy joylarimiz bor do'stlar. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Kiyimlaringizni ham xudo xolasa bu xonadonimizda muammo bo'lmaydi. Bu yoqda ham mana televizoringizni qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu yoqda esa bizni umumiy sanuzel qismimiz joylashgan, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, endi yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni bu yoqda yana bitta xonamiz bor va xonamizning o'zining balkon qismi ham bor. Detskiy xona o'rnida foydalansanglar ham bo'ladi. Agar buni remont qilib, hozirgi kundagi eng chiroyli oppoqqina attachintolar qilsanglar, bu xonadonimiz umuman boshqacha atmosfera bo'ladi do'stlar. Xo'p, umumiy sanuzelimiz va bu yoqda yana bitta xonamiz joylashgan. Bitta spalni foydalansanglar bo'ladi, ofis foydalansanglar ham bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu uyimizda kvadratini aytib o'tdik. 182 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r narxda. 225 ming so'ralyapti. Yana joyida sunnatiga ozgincha o'tib beramiz. Sizlar bilan muhibullo bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.